Sen qurumaysan ili daryosi. Abduri Seher. Ontario kölünün girvəklərdə oldurub, texcə senin hikayəni sözləvatqan idim. Ey qəhrəman ili daryosi. Bir xəbərçi kəptər uçub gelib, ili daryaran qurub getibdi, dedi. Mən dedim kəptərgə şənç bilən kəskin qılıb. Yalğan, ili daryosi, qurumaydigan darya. Şundaq, ili daryosi, qurumaydigan darya. İli daryasida qarmaqqa su aqqandek ko'ringan bilan, uningda bir o'lmas ruh aqıdı. Bu ruh gah dolqun bo'lib, gah qaynan bo'lib, gah gökürgen şavqın süren bulup, bir ruhni üzüldürmey örkeş yasap toquydu. Xuddi işkiçiqda anamның baş yağlığını toquğana dek. Bu ruh ili daryosi bilan kökleydi ve yıldız tatıdı. Birleri onun suyunu qızğınıp, özlerinin ötənlərə başlamamakçı, yoki qurtib etmekçi bolup atqan boluşu mümkün. Lekin ular ili daryasının undaq addi sozulup yatqan darya emasligini, onun suyunun undaq addi, iqibli qoysu boladigan su emasligini bilmesi gerek. Sen belkim ili daryasının sahillerideki ili xalqının en qimmatli baylıqları bolğan mahallelerini, meşreplerini, futbollarını, Zəngər bayrağımız rəngində içilgan üstü Quddus zarlıqlarını, osmalarımızı, Leyli Qazaq, Çoğluq, Qarqat, Bölcürgen qaplığan künəs tikəs yaylaqlarımızı, hətta canlarımızı qurtmaqçı boldum. Amma ili daryasını qurtalmaysan. Çünki o ruh daryası. Ey ili daryasını qurtmaqçı boğallar. Anla qalbimdən partılğan çuqanımni. İli daryası bir uçu ili vadısıga, bir uçu ta ki Guantanamo türməsiga bağlanğan bir ölməs ruhqa vəkillik qılıdı. Şundaq. İli daryasıda aqıdığanı su emas. Uyğur ruhi. O bu ruh bilan birlikdə Uyghur ruhiyetinin qimmatli doğru dərməkləri, şifalıq ruhi ozuqları boğan Vadarixa və Xan Leylunni, ili vadisida savlanğan ili çaqçaqlarını özü taza müstəhkəm çonqur çılaşdırıb eqib gəldi, ta ki uzaqladın hazırgıca. İli daryasıga allaqaçan fevral ruhi deydigan bir ölməs ruhның bayrağını qadap boğan Abdaxilal Mecid, Tursun Səleylər, canları bədliyə. Canlarını taqdim qilish şərbiga erişəlməyənlərini sən qiynavatsan ta ki hazırgıca. Sen ili daryası sahillərdəki çekətki paqılarının ko'kiraşlarini addi bir narsa deb o'ylab qalma. O sana ili vadisidagi shamalda lapildigan har bir yaproqning, zaminni chin quchoqlagan har bir quram tashning ömür boyu sug'uchilishib yashashni tanlagan qo'mishlarning fevral ruhini qandaq o'z panoyiga olganligini, qandaq qo'g'diganligini naqsh qilib aytib berdi. Ondaqda ili daryosi tavlagan fevral ruhi qandaq ruh edi? Bundan 24 yıl burunla sen, mən hiç qaçan sen bolalmayman, sen hiç qaçan hem mən bolalmaysan. Bununğa qayıl bolsan mana, qayıl bolmasan alacanni deb şəhərə patmay taşqıllığan bir ruh idi. Fevral ruhinin həmmə nemsi var idi. Fevral ruhidən Spartak ruhini, Martin Luther King ruhini, Sokrat ruhini,
qaysi ruhni izlasang tepiladigan, ili vadisiga kömilgan sehrlik ruh edi. İli daryosi oddiy daryo emas, sen qurtib yetalaydigan. U mana shunday qimmatli ruhlarni o'zi bilan iqtidgan ruh daryosi. Esingdimi, ey ili daryosini qurtmoqchi bo'lganlar? Fevral ruhining yaratquvchilari bo'lgan Kipak yuzi, Xudiyar yuzi, Mama yuzi va Cho'lonqayliq dehqon partizan yigitlaridan Hammad Muhammad, Teyipjon Seyit, Mamti bin Abduqodir, Hamid Muhammad, Qosim Maqbir, İlyas Zordullar. Sen qo'liga dunyodagi eng ilg'or odam o'ltirish qurolini tutqizgan, alayda chaqnagan patmas quyosh deb yetishtirgan Koyingchang, Longfei, Nurlan va hokazo qatorliq g'o'ljiga patmay qolgan mushtum zo'rlaringni qandoq yer tishlatganligi. Sening askarlaring agar qo'lida qurol bo'lmas edi, bir hamoqat ahmoqlar edi. Chunki ularda ruh degan bir narsa mavjud emas edi. Shundaq kunlar keladiki, ruh bilan sen tutgan shu qurol birlashadigan. Sen ili daryosini mangu quritolmaysan. Chunki ili daryosi ruh bilan qurolning birlashishining tamoman haqliq ekanligiga guvoh bir daryo. Shundaq ili daryosi fevral ruhi bilan birlashgan. İli xalqining muqaddas narsalarini qandaq qo'g'daydiganligidan iborat bir ruhni chaqnatgan bir daryo. Bir zamonlar ili daryosi sahillarga patmay tashqillab oqqanda, bu daryoni quchoqlab yotgan bu shaharmo fevral ruhi bilan tashqillagan edi. Bu tashqillash shaharni yerib, chegaralardan halqib, O'rta Osiyo, Turkiya, Yevropa, Shimoliy Amerika, dunyoning hamma yerida hozirgacha tashqillamoqda. Bir chaqlar menmo shu tashqillashda fevral ruhini chin quchoqlab teshib chiqqan edim dunyolarga. Lapildab qarlar yog'dirib, xon laylonni aytib uzatgan edi meni oq fevral. Soğuqdaydı birleri fevralni, ishonmayman uningga. Chunki bir o't, bir cho'qon va bir mash'al yalqin joy tutinimda. Hayron qoldim shu chog', quchoqlab turib fevralni. Chunki ko'rmagan ekanman o't bilan zimistonning quchoqlashganini. Ha, bildim fevralning so'g'uqligini. Aslida u so'g'uq emas, qahr g'azab cho'qonlar ekan. Eğer vaqtni orqaga yondira olsa edim, fevral seni quchoqlab yashagan bo'latdim. Seg'indim qordan kelgan g'ijirlagan tovushni, o'xshaydi o kechada onam ochgan eshikning g'ijirlashiga. Suv oqmasa daryo quridi demigin, fevral kelsa gul o'ladi demigin, kecha bo'lsa gul ichilmas demigin, namasham guli qorong'uliq guli. Dəşçül şıvaqlarının sırtığı baxma, bir ateş gülü o gezi kelgende. Ey qalbimdeki daryo, ey ruh daryosi, Uyg'urning xo'shallig'i, dard alimi, naqshisi, chaqchig'i, tamburi va dutturini, Uyg'urga oid nima bo'lsa shuni o'zing bilan birga chilashtirib oqqan qalbimning azim daryosi. Sen mangu qurmaysan. Men seni mangu qurtmaslik uchun Ontario gölünün garbaklarida o'ltirib, sen haqidagi hikoyalarni hozirgacha Ontario ko'liga so'zlab beryapman. So'radim men Ontario ko'lidan. Ey Ontario ko'li, mening qahramonim ili daryosi rostliq qurib ketganmidi? Titrab ketdi ovozlarim suolim vaznining ig'irligidan. Ontario ko'li savol bilan javob qaytardi menga, tamkinlik bilan yenik silkinib.
Xalqing mavjudmi? Shundoq. Xalqim mavjud. Javob berdim uning titrab turib. Agar xalqing mavjud bo'lsa, İli daryosining hikoyasini to'xtamay men Ontario ko'ngliga anlatadigan ruhing mavjud bo'lgan muddat ichida İli daryosi qurimaydi, deb eks sada qaytirdi Ontario ko'li.